Assalamualaikum, Yakov House obunachilar, mijozlarimiz. Bugun qaranglar, bu Gurlan yo'li bo'ladi. Amudaryo do'konining sentralniy bir ko'chadan kirib kelasizlar. Ishida girganlaringizda 3-4-joy bo'ladi. Qaranglar, qurilishi tugallanmagan 860 ga 30 metr 260 kvadrat salkam. Shunga hozircha sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Aldishinning Tashkentskiy planda ko'rib turganlaringizdek. Podushkasi, fundamenti, hamma narsasi pishgan karuvchi, xom karuvchi, hamma narsasi ko'rinib turibdi. Mening joyini korkmingalab olaversa, ya'ni уже suvoq olib remont bo'lganlardan bir nima dedim, afzal tarafi buni hamma narsasi ko'rinib turgani. Yaqinlar birinchidan ko'rsatib tushuntirib beraman, ichana kirib bilinman. Bu yerimiz prikojniy zona bo'ladi. Birinchi xonamiz zal, ikkinchi xonada yana bir xona bor, aranada kuxni ichida banisi. To'rda ko'rib turgan bo'lsangizlar, plita qo'yilgan yer ikkinchi taraf chiqib ketadi yeri. Boq tarafida bir ozgina mesta qolgan. Chunki hamma mestani bana olib berganlar-da. Mana ko'rib turganlaringizdek, podushkasi, fundamenti, hamma narsasi ko'rinib turibdi bu yerda. Plitalar ham ko'rinib turibdi. Pastda egan nomerini qoldiraman, bemalol egaga chiqib savdolashaverasizlar, narxini pastda yozib qoldiraman. Hammangiz ishlaringiz omadli, keyingi roliklarda ko'rishguncha.